Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Go'jetda.com haqida gaplashamiz. Işte bu maqsadimiz insonlar sog'lom yashash uchun, uzoq umr ko'rish uchun Go'jetda.com mevasini foydasi bormi, yo'qmi? O'sha haqida gaplashamiz. Go'jetda.com mevasi juda bir yaxshi narsa. Inson sog'lom yashash uchun tarkibida kerakli bo'lgan barcha vitamin elementlar mavjud. Faqat doimiy iste'mol qilib yurish kerak ekan. Doimiy iste'mol qilib yurish uchun uyda bir ikkitagina ko'chatini ekib olish kerak. O'shanda odam doimiy iste'mol qilib yuradi, doimiy oilaviy iste'mol qilinadi. O'shanda odam sog'lom, sog'-salomat va uzoq umr ko'rishi mumkin. Allohga shukr, men doimiy iste'mol qilib kelyapman bir 4 yildan beri. Juda bir yaxshi menga. Sog'ligim, kasallik meni umuman bezovta qilmaydi, hech qaysi kasallik. Xudoga shukr. Lekin qaysi kuni bir mazam bo'lmay qoldi. Reanimatsiyaga tushib keldim. 23-chasida abitlarga yaqin qo'limdan nimadir chaqdi-da. Lekin ko'rmadim. Chayon chaqdimi, boshqa narsa chaqdimi, chaqqan narsani ko'rmay qoldim. Lekin shunchalik darajada tez ta'sir qildi-ku, bir 2,5 minut ichida komaga tushirdi-da. Hali ham baxtimga ikkita kelinim medsinstra uyda edi. Ular davullani o'lchadi. Davullar 110 ga 70. Tapir oyoqlarga issiq qo'yib, skoriga qo'ng'iroq qilib, bachlarni chaqirib, xabar berib, hammasiga o'zi keyin yana o'lchyapti. Davullar 40 ga 50. Oyoqlarim uyushib, tillarim uyushib, ko'z nurlari yo'qolib komaga ketdim-da. Lekin quloqim eshitib turibdi hammasini. Ularni baqir chaqirini, skora kelganlari, skora yo'lda ketayotganlari, hammasini eshitib turibman, lekin menda harakat yo'q. Tashti yoqqa ketay deb qoluvdim-da. Davulni tashlavergan ekan inson juda qiyin. Davulni ko'tarilib kelsa tushirish mumkin, lekin davulni tushib ketganini ko'tarish qiyin. U navbat choy qilib berish kerak deydi, o'zingiz harakat qilmagan ekan icholmaysiz uni ham. Uni ham ichishdi. Hali ham baxtimga skori ham tez yetib keldi. Shu yerda o'zida 5 talar ukol urdi, yana borguncha ham osmalar ulab tashladi, borguncha ham reanimatsionga qo'ng'iroq qilib, tez reanimatsiyani taxlanglar, kritiskiy положение, davlinglar tushib boryapti deb skorida bir 10-15 minutlar ichida yetkazib bordi. O'sha tomonlari menga foyda berdi lekin. Tez harakat qilgani. Avvalambor rahmat shu skordagilarga ham, bu ikkita kelinimga ham rahmat, shu tobi menga yaxshigina yordam qildi. Agar yonimda hech kim bo'lmaganda juda qiyin masala edi. Chunki davulni tashlab juda unga hech kim garantiya bera olmaydi. Hech kim. Lekin shunchalik darajada bir tez bo'ldi bu narsa, o'zim ham tasavvur qila olmay qoldim. O'zim komada yotibman, quloqim hammasini eshitadi. Kim nima deyapti, nima haqida baqirishyapti, hammasini eshitib turibman. Lekin javob qaytara olmayman inson. Keyin doktorga bordik. Bir 3 soatlar deganda komadan chiqdim. Keyin davullarni o'lchadi. Davullar 110 ga 70. Men aytdim, endi qaytsam ham bo'ladi. Banzadan chiqib qaytdik shunda. Lekin banzada ham ko'rdim, shunaqangi bir nochor kasal odamlar yotibdi. Yonimdagilar nima bo'ldi desam, davullar ko'tarilib ketdi, keldim deydi. Bir xil saqirim oshib ketdi deyapti. Keyin banzadan chiqib kelganda ko'rdim, qishlog'imizdan bir kishi, ayol kishi, u kishi ham banzada yotib degan. Men hali gaplashman, bachalarim so'rayapti, "Ha, yanga, nima yotibsiz?" "Ey, banzada yotibman, saqirim oshib ketgan" deydi. Menda mevachalar turibdi saqir uchun, lekin ular qiziqmaydi ham, qiziqishni ham xohlamaydi. Men ham har kimga borib uni reklama qilavergim kelmaydi-da, chunki unaqa qilaversang xuddi odamlar sizni bir mashinnikka o'xshatib qo'yadi. Chunki inson sog'ligi uchun o'zi kurashish kerak-da. Masalan, shu Go'jetda.com'da eshityaptimi, shu saqirga yaxshi ekan, yo boshqa bir kasallikka yaxshi ekan. Inson o'zi harakat qilish kerak. Qani shuni iste'mol qilsam nima bo'ladi? Yerda nimaga erishaman? Sog'ligimga foydasi bormi, yo'qmi? Birovga quloq soladigan bo'lsangiz, odamlar shunaqangi yetalaydi har xil narsani davo deb qimmatiga sotib. O'sha uchun men ham qiziqmayman shu birovga borib mahsulotimni reklama qilib o'tirishdi. Avvalambor insonni o'zi qiziqsin, o'zi kurasin sog'ligi uchun, shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin shu komaga tushgan paytim o'zi yoqqa boray deb qoldim, juda ham bir boshqacha ta'sir qildi. Meni xayolimda
men boshlagan ish nima bo'ladi, ertaga vujudda qoldim, kim mendan keyin rivojlantiradi, xalqqa kim uni yetkazib beradi, shu haqida ham rosa o'yladim. Endi odam faqat o'y bilan bo'layotganda. Hayotimda birinchi marta shunaqa komaga tushishim edi. Komani ham ko'rdim, xudoga shukr. Qaytib kelsam ham hamma yig'lasa meni kulgim keladi. Chunki hamma ishtimani o'ylamadim-da men. Qo'rquv bosgan yo'q. O'zi qanday komaga ketayotganimda ham ularga o'ylanmanglar, xafa bo'lmanglar, men qaytaman deb komaga ketdim birdan. Yaxshi, bu ham bir hayotga qiziqish uyg'otadi. Hayot uchun bir turtki bo'ldi. Yaxshigina qaytdik, xudoga shukr. Komani ham nimaligini ko'rdik, reanimatsiyani ham ko'rdik. Xudo bir qaytib berdi. Mana qilinadigan ishlarimiz chala qolib ketmasligi uchunmi? Lekin jonga ishonch yo'q ekan. Jonga ishonch yo'q ekan. Davlina tushib ketdimi, juda qiyin masala ushlab qolish. O'sha uchun sog'liqqa e'tiborli bo'lingizlar. Doim o'zlaringiz ustida kurashingizlar. Kasallikdan qutulish yo'lini izlab topingizlar. Qanday qilsam kasaldan qutulaman? Qanday qilishim kerak? Nima qilsam qutulaman? Faqat sog'lom yashashni o'rganish kerak. Mana bu badan tarbiya degan narsalar bor. Men aytmayman 100 metrga, 1 kilometrga yuguring deb. Mana uyqudan turgan pillada ham bir badan tarbiyalar qilsa bo'ladigan anolar bor-da. Bu endi badan tarbiyalar nima qiladi? Avvalambor qon aylanishini yaxshilab beradi. Masalan, insonni tanasini, tirnog'ini tagigacha, sochini tagigacha qon yaxshi aylanishga, inson qon bilanda. Qon qayda kamaydimi, shu yerda muammo chiqaveradi. Qon qayerda yaxshi aylanmadimi, shu yerda muammo chiqadi. O'sha uchun qon aylanishini, qonni suyultirishni, qon yaxshi aylanishi uchun juda ham bir badan tarbiyalash juda bir foydali narsa. Mana qonni quyuq bo'lib qolishi bari yeb ichishdan. O'tda dimlanish bormi, o't hazm bo'lmayaptimi, jigarga nagruska bo'ladi, jigar ulgura olmaydi qonni tozalashga. Qonni yaxshi tozalay olmadimi, qon quyuqlashadi. O'sha uchun hammasi yeb ichishga kelib taqaladi, yeb ichishga. Mana davilnasi bor, sahri borlarga ham ko'piga to'g'ridan-to'g'ri aytaveraman, yeb ichishingni o'zgartir, yeb ichishingni. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen sahri ham ko'p bezovta qilmaydi. Kayfiyatingni ko'tar. Kasalman deb ko'nglingni cho'ktirma. Sendan battar kasallar bor. O'sha uchun kayfiyatingni ko'tar, yeb ichishingni sal kamroq yeb ich. Davlinaman deydi, uni yegan ovqatni sog'lom odam yesa kasal bo'ladi. Davlinasi bor odam bari yeb ichishidan. Yeb ichishini normal keltirsan, davlina bezovta qilmaydi. Gapirsa odamga 100 xil dardni aytadi. Lekin kasal odam kam yeyish kerak. Yoshi bir joyga bordimi, kam yesin, mayda chaynasin. Kechki ovqat yemasin iloji bo'lsa. Hamma darddan qutulsa bo'ladi. Ovqat insonni yeydimi degan joyi bor-da. Haqiqatan ovqat odamni yeydi. Chunki ovqatni ham me'yor bilan yemadingizmi, ko'p yedingizmi, doim palaparshi ovqatlanyapsizmi, odamni yeydi. Yegani qanday kasal qiladi. Erta davlina ko'tariladi, davlina tushmay qoladi. Ya sahar ko'tarilib ketadi, ya suyak yemirish kelib chiqadi. Yegani shuda inson. O'sha uchun ovqatlanish madaniyatini o'rganish kerak. Yaxshi kayfiyatda bo'lish kerak. Doim inson kayfiyatini o'zi ushlash bilish kerak, yaxshi kayfiyatini. U nastroyeniyaga tushib kayfiyatingiz buzilgan bilan bir muammoni hal qila olmaysiz-da. Yo o'yin kulga qilib turganingiz bilan bir muammongiz hal bo'lib qolmaydi. Shunday ekan kayfiyat tushirmaslikka harakat qilish kerak. Shu inson sog'lom yashash uchun. Kayfiyatingiz tushdimi, har qanday kasal kelib chiqaveradi. Siz go'shtda qon mevalarni doim iste'mol qilurdingizmi, sizda hech bir kasallik bo'lmaydi. Ko'plar kommentariyada yozyapti, bu yolg'on gap, bu ham mashinnik. Mashinnik bo'layotgan bo'lsa, qo'ng'iroq qil, sinab ko'r. Avvalambor mashinnik deyishdan oldin. Lekin to'g'ri, men ham bu gaplarga qo'shilaman. Hozir nima ko'p, mashinnik ko'p. O'zimiz ham necha bir tushamiz mashinniklarga. Lekin mashinnik haqiqatan ko'p. Shunday ekan, mana imkoniyat, qo'ng'iroq qilsin, gaplashsin. O'shanda sal bir odamda bir ishonch paydo bo'ladi, haqiqatan shu narsani. Bu narsa O'zbekistonda yangilik. Buni doktorlar ham bilmaydi, tabiblar ham bilmaydi. Faqat shu boshimga tushdi, men izlandim, topdim, sog'ligimni tikladim.
Endi qarasam menga o'xshagan kasalman odam ko'pda juda. O'zimga men jigar siryozdan qutulganman-da shu Gojetda.com mevasi orqali. Bu nafaqat jigar siryozi, nafaqat sahardir. Deyarli barcha kasalliklarni davolasa bo'ladi bu kasal bilan. Faqat talabi doimiy iste'mol qilish kerak. Doim kayfiyatni yaxshi ushlash kerak. Doim ovqatlanish madaniyatiga rioya qilish kerak. O'shanda siz har qanday darddan qutulsangiz bo'ladi, har qanday. Hech qaysi kasaldan o'ylanmaslik kerak. Menda shunaqa kasal bor ekan. Endi nima qilaman? Dardni bergan Alloh shifosini ham beradi. Siz faqat kayfiyatingizni ko'taring, ovqatlanishga e'tiborli bo'ling. Iloji bo'lsa Gojetda.com'da ikkitagina ko'chatdan ekib olish kerak, oilaviy iste'mol qilib yurish kerak, oilaviy. Bolalaringiz, chaqalaringiz, nevara-chevarlar bilan iste'mol qilib yurish kerak. U qanday qilib iste'mol qilishlarini qo'ng'iroq qiling, o'rgataman. 1-2 yilgacha qo'ng'iroqlashib turasiz. 2 yil ichida o'zingiz bir yaxshi mutaxassis bo'lasiz. Bu Gojetda.com mevasi-yu, daraxti-yu hammasiga. Shunda sizni hech nima bezovta qilmaydi. Men masalan hammani davolashga imkonim ham yo'q. Kimki qiziqsa, shu 100 tadan 3 ta odam davolab qolsam, juda bir xursand bo'laman. Chunki harakat qilgan odam davolanyapti. Hozirlar nechta bittasi qo'ng'iroq qilishadi. Shunaqangi bir yaxshi minnatdorchiliklar bildiradi, odam xursand bo'lib ketadi. Mana shunaqa xursandchilik odamga yoqadi-da. O'zgalardan bir yaxshi niyatlarni eshitish. Mashina bo'lganda men bu darajagacha yetib kela olmasdim, savdo ham qila olmasdim. Harakat qilingizlar, qo'ng'iroq qilingizlar, maslahatlashingizlar. Mana Google'dan Yagidi Goji deb zaproslasangizlar, shunaqangi bir yaxshi ma'lumotlar beradi. Bu asli Gojetda.com'imizning nomi Yagidi Goji. Goji Berry, bir nechta nomlari bor. Bizda endi O'zbekistonga kelib taqiq qo'yilgani uchun bu Gojetda.com deb nom berdik. Faqat nomi o'zgardi. Mevaning tarkibi, meva ko'rinishi o'zgarmagan. Faqat nomi o'zgargan. Shu uchun qiziqingizlar, ma'lumot yig'ingizlar o'zlaringizga. Shu maqsadimiz sog'lom yashash, sog'lom tarzda. Mana aptekani dorilardan qutulish. Oladigan pensiyangiz foydaga qolish uchun. Mayli, sog' bo'lingizlar, kasal bo'lmangizlar. Doim